Assalomu alaykum aziz obunachilar va 380 Pro kameramizdan yangilangan versiyasi akalar. Qaranglar. Ajoyibligini qaranglar buni. Maytda kandayi bor. Kandayni ham burib ko'rasizlar. Xo'p, keyingisi bu migaykasi. Odam o'tganda deydi xullas. Gay o'ynaysizlar xullas. Keyin hop, pastdagi 360 aynalar ekan. Odamni ko'rsa o'zi kuylaydi. Mana chap tomon, o'ng tomondagilarni ham oldin qo'lda to'g'rilardi-ku. Endi buni telefonda to'g'rilaysizlar. Tepaga qatirib qo'ysalar ham bemalol mana uni telefonda 360 aylantirsalar ham bo'laveradi. Buni ham xullas tepaga pastga qilsalar ham bo'laveradi. Xo'p, buni narxi 1 million 50 ming so'm chiqadi. Dastavkasi bepul. 3 ta ko'zli bo'ladi. Bitta ko'z, ikkita ko'z, 3 ta ko'z. Aytganimdek 3 osida ham PTZ tizimi bor. 1 million 50 ming so'mning ichida 32 talik original ultra chipidan qo'shib beraman akalar. Dastavkasi bepul. Telefonlarga bitta o'rnatib ko'ramiz, ishlatib ko'rasizlar. Yo'qsa zaklatni tashlab berasizlar. Pochta orqali bepul yetkazib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Asosiysi bu quyosh panelida ham ishlaydi, tokda ham ishlayveradi. Kattagina batareykasi ham bor. Telegramdan yozaveramiz.